Assalomu alaykum. Ekologiya, atrof muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi vazirligi huzuridagi chiqindilarni boshqarish va sirkulyar iqtisodiyotni rivojlantirish agentligi tomonidan 2024-yil davomida va 2025-yilning birinchi choragida amalga oshirilgan ishlar haqida ma'lumot beraman. Maishiy chiqindilarni boshqarish sohasida 313 ta maxsus texnika, 3800 dan ortiq konteyner, 3 ta chiqindi saralash va 11 ta qayta ishlash uskunalari xarid qilinib, sanitar tozalash korxonalariga topshirildi. Jumladan 2024-yilda 146,3 milliard so'm qiymatidagi 131 ta va 2025-yilning birinchi choragida 28 milliard so'mdagi 25 ta maxsus texnika hamda o'tgan yilda 971 million so'mga 352 ta va joriy yilning birinchi choragida 55 million so'mga 20 ta chiqindi konteyneri xarid qilinib, sanitar tozalash korxonalariga topshirildi. Aholiga to'lovlarni amalga oshirishda qulaylik yaratish maqsadida agentlikning yagona elektron toza makon biling tizimi hamda uning toza makon mobil ilovasi tashkil etilib, mobil ilova App Store va Play Market platformalarida joylashtirildi. Unda barcha elektron to'lov tizimlari bilan integratsiya qilinib, amalga oshirilgan to'lovlar onlayn tarzda to'g'ridan-to'g'ri abonentlarning shaxsiy hisobvaraqalarida ko'rinishi imkoniyati yaratildi. Toza makon mobil ilovasida abonentlarning jismoniy shaxslarni shaxsiy integratsiya qilish raqami bo'yicha 73% ni va xonadon kadastr raqami bo'yicha esa 94% tizimga kiritilib, jarayonlar yakuniga yetkazilmoqda. Sanitar tozalash xizmatida respublikada jami 8277 ta va 88% mahallada 7,224,000 abonent, 23,542,000 nafar aholi, ya'ni aholining 63% qamrab olinishiga erishildi. Sanitar tozalash korxonalari tomonidan maishiy chiqindilarni to'plash va olib ketish bo'yicha aholiga ko'rsatilgan xizmatlar uchun yagona elektron tizimda 2024-yilda 1 milliard 59 milliard so'm, 2025-yilning birinchi choragida esa 322 milliarddan ortiq mablag' tushum qayd etilib, to'lov intizomi 90% ga yetkazildi. Shu o'rinda ta'kidlash joizki, joriy yilning 7-martdagi 1044 sonli O'zbekiston Respublikasi qonuni bilan joriy yil iyul oyidan boshlab chiqindi xizmatlarida to'lov intizomi elektr energiyasiga bog'lanib qo'yilishi bilan tartibga solinadigan bo'ldi. Chiqindilarni boshqarish sohasida zamonaviy texnologiyalar va investitsiyalarni jalb etish maqsadida Xitoy Xalq Respublikasining 3 ta yirik kompaniyasi bilan chiqindilarni termik qayta ishlash orqali elektr energiya ishlab chiqarish loyihalari yo'lga qo'yildi. Bu borada davlatimiz rahbarining 2025-yilning 24-mart kunidagi 116, 117 va 118 sonli qarorlari qabul qilindi. Unga ko'ra, respublikaning Andijon, Qashqadaryo, Namangan, Samarqand, Toshkent va Farg'ona viloyatlarida qattiq maishiy chiqindilarni yoqish orqali muqobil elektr energiya ishlab chiqaruvchi zavodlar quriladigan bo'ldi. Mazkur zavodlar 2025 va 27-yillarda qurilishi rejalashtirilgan va ularda 900 dan ortiq yangi ish o'rni yaratiladi. Natijada yiliga 3,6 million tonna chiqindini yoqish orqali 1,6 milliard kilovat soat elektr energiyasi ishlab chiqariladi, aholi xonadonlariga yetkazib beriladi. Muhim jihati, atmosferaga tashlanadigan zararli issiqxona gazlarining 2,4 million tonnagacha kamayishiga erishiladi. Shuningdek, Amerika Qo'shma Shtatlarining Sayar kompaniyasi bilan umumiy qiymati 115 million AQSh dollari bo'lgan tibbiyot chiqindilaridan muqobil issiqlik energiyasi ishlab chiqarish bo'yicha investitsiya loyihasi amalga oshirilmoqda. Janubiy Koreyaning Sejin kompaniyasi ishtirokida umumiy qiymati 55 million AQSh dollari bo'lgan maishiy chiqindilarni poligonlarda hosil bo'ladigan chiqindi gazini qayta ishlash hisobiga elektr energiyasi ishlab chiqarish loyihasi bo'yicha Ohangaron poligonida rekultivatsiya qilindi. Hozirgi paytda 90 ta maxsus quduqlar qazildi. Kelgusida ushbu quduqlarni 500 taga yetkazish rejalashtirilgan va natijada metan gazni zararsizlantirib tortib olish orqali qayta ishlash yo'lga qo'yiladigan bo'ldi. Shu bilan birga Ohangaron tumanida maxsus transsanitar tozalash korxonasi uchun 29 gektardan iborat zamonaviy chiqindi to'plash poligoni foydalanishga topshirildi. Mazkur poligon kimyoviy chiqindilarning yer osti suviga zarar yetkazmasligi uchun maxsus himoya qatlami bilan qoplangani hamda chiqindilarni joylashtirish, o'lchash va nazorat qilish qulayliklari bilan ahamiyatlidir. Sohani rivojlantirish, maxsus texnikalar harakatining onlayn kuzatuvini tashkil etish maqsadida respublikada mavjud
9575 ta mahalla fuqarolar yig'ini, 71066 ta ko'cha, 196 ta maxsus chiqindi poligoni, 3361 ta chiqindi yig'ish maydonchasi va ularga biriktirilgan 621 mingta abonent va 3083 ta maxsus texnika toza makon billing tizimiga ulab qo'yildi. GPS tizimida tajriba tariqasida Jizzax viloyatining 9 ta tumanida faoliyat yuritayotgan maxsus texnikalarni onlayn kuzatish maqsadida 42 ta chiqindi tashuvchi avtotransport vositalari chiqindilarni intellektual boshqarish dasturi alohida sahifalari orqali qayd etilib, ularni monitoring qilib borish imkoniyati yaratildi. Xizmat sifatini oshirish va chiqindilarni o'z vaqtida olib ketilishini nazorat qilish maqsadida 39 ta chiqindi yig'ish maydonchasi va 219 ta maxsus texnikaga onlayn kuzatuv kameralari o'rnatildi. 14 turdagi chiqindilarni qayta ishlash masalalariga ham alohida e'tibor qaratilib, 2024-yilda respublika aholisidan jami 14,8 million tonna maishiy chiqindi hosil bo'lgan bo'lsa, shundan respublikada faoliyat yuritib kelayotgan 292 ta chiqindini qayta ishlash korxonalari tomonidan 766,3 ming tonna maishiy chiqindi qayta ishlanib, qayta ishlash darajasi 5,2% ga yetkazildi. Sohada aholini rozi qilish maqsadida agentlikning 1205 va 1275 ishonch raqamlari yo'lga qo'yilib, respublika bo'yicha chiqindi masalalariga doir murojaat va takliflar qabul qilinmoqda. Natijada 2024-yilda 5779 ta murojaat qabul qilingan bo'lib, shundan 4752 tasi ijobiy hal etildi. 2025-yilning birinchi choragida esa ushbu ko'rsatkich 3020 ta murojaatni tashkil etsa, shundan 2017 tasi ijobiy yechim topdi. Qonunlarga amaldagi qonunchilik doirasida tegishli tushuntirishlar berilib, belgilangan tartibda ko'rib chiqilmoqda. Prezident farmoni ijrosi yuzasidan 1367 gektar maydondagi 42 ta poligon tartibga keltirildi. Jami 29 ta poligon rekultivatsiya qilinib, tuproq qatlami bilan yopildi. Aholi salomatligi, atrof muhit va ekologiyaga salbiy ta'siriga chek qo'yilib, 81 gektar yer maydoni tabiatga qaytarildi. 40 ta poligonda kuzatuv kamerasi va 30 tasiga avtotarozi o'rnatildi. Yashil makon umummilliy loyihasi doirasida chiqindi poligonlari atrofida 540 ming dona daraxt va buta ko'chatlari o'tkazilib, yashil belbog'lar tashkil etildi. Agentlik tashabbusi bilan hayot uchun joy ajrating va chiqindisiz dunyo uchun shiori ostida ommaviy ploging eko aksiyalari o'tkazilib, ularda respublika bo'ylab 5,5 ming nafardan ortiq ishtirokchilar faol qatnashdi. Jami 386 tonnadan ortiq chiqindilar tozalanib bartaraf etildi. Shuningdek, 24-yil va 25-yilning birinchi choragida 3 marotaba dolzarb 10 kunlik tozalik tadbirlari o'tkazilib, mazkur tadbirlarda barcha davlat idora tashkilotlari va mahallalar faol qatnashib, mahallalarda obodonlashtirish ishlari olib borildi. Jumladan 124 ta sanitar tozalash korxonasi tomonidan 4085 ta texnikalar jalb etilib, 8263 ta jamoat joyi, ko'chalar, mahallalar tozalanib, jami 135.200 tonna chiqindilar bartaraf etilishiga erishildi. E'tiboringiz uchun rahmat.